Nima uchun ba'zi odamlarning qon bosimi tuvan chiqadi? Qon bosimini o'lchsak 60 ta 40, 70 ta 50, 160 deganga o'xshash tuvan chiqatgan. Ham bemorning o'zini qachon qon bosimi o'lchsa, o'zining qon bosimining tuvanligini, doim beshining qaytganligini, ko'zining to'lishayotganligini, ishtahasining tuvanligini shikoyat qildi. Anda olsa bu qon bosimi nima uchun tuvan chiqdi? Bunu biz bir neçe sebepler arkalık tushuntirishga bo'ladi. Birinchidan, irsiy sababli kelib chiqan bo'lishi mumkin. Balkim sizning ota-onangizma tuvan qon bosim muhitida yashayotgan kishilar to'pida bo'lgan bo'lsa, balkim sizma mush ota-onangizni irsiy sababidan sizma qon bosimingiz tuvan bo'lishi mumkin. Ikkinchidan, qon ozlik. Bu qon ozlikni biz burungi videolarimizda nihoyat ko'p so'zlab o'tdik. Mushu kamqonlik, mushu qon ozlik sababidan odatda qon bosimi tuvanlab keladi. Bunun qartan bizi qon to'liqlayotgan ahvolni ko'proq qilib bersanlar, qon to'liqlayotgan dori darmak ularni yemak ichmani ko'p iste'mol qilib bersanlar, qon bosiminglarninki normal holatga kelishga kafolatlik qilib bo'ladi. Uchinchidan, ba'zi ayollar mush urug'lash uchun tomoqni ziyodanbak oziyish yoki bo'lmasa axlat yemaklarni ko'p iste'mol qilish sababidan badanga qon quvvat yetishmay, qon ozlikni keltirib chiqarib, bu model tuvan qon bosimini keltirib chiqarib qo'yishi mumkin. To'rtinchidan, har xil yurak kasalliklari bilan og'rigan, ham bu so'zilma xarakterli necha yil, hatto necha 10 yil shu yurak kasalliklari bilan og'rigan odamlarda odatda tuyuqsiz qon bosimi tuvanlab kelayotgan yoki bo'lmasa doim qon bosimi tuvan holatda turgan ahvol doim ko'rilib turdi. Uningdan boshqa mush qalqon zaman bas xizmati tuvanlab ketgan chig'idimi, mush badaniga qon aylanishining nihoyat bak ostilab ketish sababidan qon bosimi tuvanlab ketadi. Böbrek üstü bez jinsiy qo'saq hormonning tuvanlab ketishidan qon bosimi tuvanlab ketadi. Har xil shu yuqumli kasalliklardan bo'lib o'pka tuberkuloz kasalligi bilan og'rigan tuqqanlarimizning qon bosimi tuvanlab ketadi. Yana biriga mush ayollarning odatining ziyodan bak uzrab ketishi sababidan badan ko'p qon yo'qotib, qon bosimi tuvanlab ketadigan ahvol kelib chiqadi. Şunu yuqoridagi kasallik alomatlariga asosan siz qaysi sababdan kelib chiqqan qon bosimi tuvanligini bayqab, shuning sababiga qarata dori qilsanglar, qon bosiminglar normal kishilar to'piga tamoman aylana oladi.